أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hörmetli qarindoshlar biz bugungi uchrashishimizni boshlaymiz. Kichik vaqtlarimizda cho'nglardan anglaydik bir hikoyani. Keyincha ustozlarning og'zidan angladik. O'zimiz kitoblarda o hikoyani ko'rdik. Bir qiz bilan onaning hikoyasi. Ana sütga su aralashtiryotdi oqshimi. Qiz Umar radhiyallohu anhuninki sütga su aralashtirishdan to'sqanligini aytib, onani eskartdi. Ona deydiki, qizim, bu yerda Umar yo'q. Nereden bilsin bizning suya süt aralashtirganimizni? Qiz javoban, Umar bu yerda bo'lmasimi? Umarning Rabbi, Umarning Parvardigori bu yerda bor, bizni ko'rib turdi. Shu asnoda atrofni ko'z chiqqan Umar radhiyallohu anhu eshikning sirtida turib bu suhbatni anglaydi. Undan keyin Umar radhiyallohu anhu qaytib shu qizga o'g'li uchun atsi yakundan keyingi vaqtda o'g'li uchun talab qilib boradi. Bu bir hikoya. Bu hikoyadan, bu qissadan bizning olmoqchi bo'lgan darsimiz bugungi darsimizning temasi. Ya'ni omonat. Omonat dinning eng zo'r bir qismini egallaydigan. Agar dinning hammani egalladi desakmi, mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Din omonatni temsil etadigan muhim bo'lgan bir taraf. Bu haqda payg'ambar alayhisolatu vasallam bu hadis sharifda "İza duyi'atil amana fantazirus sa'a." Omonat zoya bo'lgan vaqtida hech kim omonatdor bo'lolmaydigan bir holat kelgan vaqtida insonlarda, jamiyatda ishonch yo'qolgan vaqtda, omonat demak ishonch demak, ya'ni ma'no jihatda o'ziga jihatim shu. Sen qiyomatni kutsan bo'ldi. Ya'ni bu jamiyat bo'lishga yaramaydi. Bu din bo'lishga yaramaydi degan ma'noda bir hadisni payg'ambar alayhisalom degan. Biz bu nuqtadan jamiyatimizningki omonat hukm surgan bir jamiyat bo'lishini, kishilarimizning rostchilik hukm surgan bir kishilar bu to'plami bo'lishni biz umid qilamiz. Shunda bo'lganda Alloh subhanahu va taolo bizga rahim qiladi, rahmat qiladi, bizdan rozi bo'ladi. Endi biz bu haqda omonat haqida bizning bugungi shuarimiz, asas tayanchimiz, ya'ni dalilimiz Sura Ahzabning 72-oyatidagi mazmun. Estaizu billah إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Şimdi iki xil dünya buludu, ruhlar dünyası ve bizning yaşayotgan real göz aldığımızdaki dünya iki xil dünyayımız var. Ruhlar dünyasida ishlar qanday o'rinlashtirilgan bo'lsa, biz bugun ko'rayotgan bu dunyoda shu bo'yicha tartiblanadi ishlar. Alloh subhanahu va taolo zimindagi bu omonatni, biz omonat bobidan kelyapmiz ya, omonatning eng cho'ngini qilyapmiz. Zimindagi bu vazifani, ziminning ishlarini boshqarish, ziminda Allohning vakili bo'lish, ziminga xizmat qilish yoki munaqshat qilgan vaqtda bu omonatni har turli maxluqotlarga tangladi. Ya'ni Qur'onda tilg'alingani as-samawat val ard val jibal masalan, osmonlarga, ziminga, taqqa, ya'ni insondan büyük maxluqlar bu omonat to'g'rilandi. Ama bular bu omonatdan qo'rqib olmadi.
Ve hamalahal insan. Yani insan üstüge. İnsan üstüge aldı degenden öze. Yani insan üstüge aldı degenden öze. Zimindeki bu vazifege keterlik bütün lazimetlikler, bütün hazırlıklar insan üçün yaratıldı degenge. Şu vazifeni ada kılalaydıgan akıl, idrak insanğa berildi degenge. Bu vazifeni insan aldı ya. Etrafımızda bizge okşaş nurgun canlıklarını körümüz. Behayvet bizden zor tağlarını körümüz. Tamam, tağının jeni yok dep qarsa. Canlık bizden yuğan, bizden güçlük meselen. Nurgun canlıklar var etrafımızda. Ama ahirki hesapta hemmisi bizden kontrollüğümüzden astığı düşken. Biz kılalaydığı işini kılanmaydı. İnsan kılalaydığı işini kılanmaydı. Bu nime o dese, insanın şu dünyadaki, zimindeki vazifini üstüge ağallık üçün birilgen insanga derece. İnsan nurgun nesini ügüneleydi o. Ap-ak toğulu. Ama hayvallah programlılık toğuludu. Toğuluştulan hayatta kırıldığın vazifeleri ulanın hücrelerine sığdırılgan buludu. Yani ula şu vazifelik toğuludu özün vazifesi için. Ama bir nes biz insan dek ügünü terakki kılalaydığı iş yok. İnsan üzgü birilgen şu akıllen türlük hemme nesini boyusundu alaydı. Denizden astığı kireleydi, asmanga mı çıktı mesela. Bütün hayvallah insana boyusunudu. Bu nime o dese insanın bu zimindeki amanetini üstüge ağallığı. İnsan amanettir bu məxluq. Şuna Kur'an-ı Kerim'de, Sür-i Casiyede insanın vazifesinin iğirliğini, birilgen imkaniyetlerinin zorluğunu tilgilip وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Yani asman zimindeki bütün nerslerini Allah sizlerge boysunluk verdi davadıdı. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Asman zimindeki nime için boysunduruldu? İnsan kançlik məxluq ki, o bütün məxluqlar onun boysunluğu dek. Bütün ziminin tertibat, uğurlaştırılışının hemmisi insan için hizmet kılacak. İnsan kim ki? İnsan addi bir məxluq əməliyyətdə. Başka məxluq olduğunun farkı yok. İlla ki farkı zimindeki bu büyük vazifenin üstüge iliklik. Bu insanın ki yukur tiptiki amanetinin bir ifadesi. Biz amanet hakkında yakıvatımız ya. Amanet degen asli biz yengil düşensek, yani başka şey düşendürsek, amanet başkalığı işenç vermek degenlik oldu. Başkalığı işenç kılgan urunda turmak degen buludu. Başkalarının işençini yerde koymaslık degen buludu amanet. Biz bu amanetten çoğunu sözlavatımız hazır, çok büyükünü, küçüklerine müytümüz tabi. İnsana birilgen en büyük amanet bu. Zemindeki özünün rolünü cari kıldırır. Zeminine avat kılış, insanlar için hizmet kılış, yani zemin için hizmet kılış insanın amaneti. Bu noktadan insan işte büyük imkaniyetlerge ike. İnsan bütün nesile insana boysunurulgan. İnsanın kolu da hem nesi emeliyeti zeminde. İnsan zor işlerini kılalaydı. Bu zor imkaniyet, bu akıl idrakat bir kağıt birilmegen insana. İnsanın bir kağıt birilmegen. Şunlaşka insan şunca vazife, şunca imkaniyetlerini bedelsiz, karışlıksız ağa emez. Bir yege evetlige ademge sana erkin yürüyüş, erkinlik imkaniyeti, iktisadi cihette şimdi kıynalmaysa, hiç kim aldığını tosmaydı ama aslında vazifen bu. Dep birisini bir yege evetse. O özüge birilgen bütün imkaniyetlerden paydalansa, o pullarını hayırlasa, birilgen hukuk imtiyazını paydalansa, ama vazifesine da kılmasa, onun bulduğallıqını küçük malımı bildiği. İnsanlar dünyasında biz bir yege evetimiz vekil kılıp, birini bir iş kılıp evetimiz, onun nurgun imkaniyetini yaratımız, kirasını götürümüz mesela. Onun çıkımlarını birimiz, onun aldığı çıkıdığı adamı tertipleyimiz, hemen orullaştırımız. Ama o berip, özün vazifesini kılmayı kelse, o bir şu işi de kılanmağa adam buludu, vazifini urun diyanmağa adam buludu. Hem de insan dünyaya şu imkaniyetlerle evetildi, geldi. Bütün imkaniyetler onun kuluğu kirdi. Ama insan özüne şununla hazırlamasa, şu amanatın üstünden çıkanmasa, o insan ziyan tatkan insan buludu. Sure Şems'ninki 10. 11. ayetinde bu hakta
bu haqda qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Yani insan asli bunchula imkoniyat berilgan ekan. Bu imkoniyatlarga qarta o'zining mas'uliyatini tunish kerak. O'zining nishonini oydinlashtirish kerak. Pozitsiyasi aniq bo'lish kerak. O'ziga bu imkoniyatni bergan Allohga avvalan ishonishi kerak. Shu imkoniyatning berganligiga tashakkur bildirish kerak. Agar shu nuqtalar uningda muayyanlasa, qad aflaha. Uning ishi tamamen güzel şekilde ahirga chiqadi degan gap. Yani o o'zining eng oxirgi nishoniga yetalaydi u. U ustqa odam. Bu vazifani joyida ijro qilgan odam bo'ladi. Va qad khaba man dassaha aks cho'g'a vaqtida. Yani o berilgan imkoniyatlarni behuda berildi deb o'ylasa. O'zining vazifasini tunudi yoki tunimadi ijro qilmasa, u ziyodat qilgan odam bo'ladi. Yani aksi natijaga erishadi yani. Endi amaliyotda zimin yüzündeki, bugün gündeki insanların nüfusu 7 milyard, 200 yoki 300 milyon etrafında hesaplanıyordu doğru. Muşu insanların hemmisi bir xil xas mijozli yaratilgan insonlar. Biz yashayotgan bo'lganligini bilamiz buni. Endi hammasining bir o'z oldiga bir yo'linishi bor. Hayatda bir xil yaşaydı hammasi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala mush insonlarni shuncha turlik alohidlikka, xas mijozga, ayrim yo'lga ega mush insonlarni faqat va faqat ikki tur bilan ayirdi. İnson o'zining dunyodagi qilgan atganlari bilan, dunyodagi sa'iylari bilan, ya'ni yashash uslubi bilan ikki turliklar bo'ladi. Sura Laylin'inki 5-6 ayet bu iki türlük ölçümünü bizge beradi. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَكَذَّبَ. Bu şekilde. Birinci türlük insan, bu insanların içindeki birinci türlükü, Kur'an'da ayrılgan iki türlükten birinci türlükü özünün vazifesini tunugan insan. Cennet için yaratılganlığı işengen, ziminning bir vazifelik vaqt ekanligini, o'tkinchi davr ekanligini, imtihon maydoni ekanligini, o'zining bu yerda vazifasini ado qilayotganligini tunigan inson. Tabiiyki, vazifelik odam nima ish qiladi? Uzluksiz vazifasini ijro qiladi. Beradi, yani hayotini bu vazifasi uchun beradi. Aradığını oylamayın. Çünkü vazifelik adamның işi bu. Çünkü o aradığını vazife tükegenden keyin imtihan meydanına çıqqandan keyin almoqchi. Ana o'ganda birinchi turlik inson biradigan inson. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Bu birinchi turlik inson. Ammo yeni bir turlik insonlar nima bo'lsa, o'zining dunyodagi vazifasini tunimadi. Yoki tunigan taqdirdami vazifasini ado qilmadi. Avatilgan bu vazifelik muddat, vazifelik vaqtni o'zining butun vaqti deb o'yladi. Bu tug'an joyini o'zining mangulik yashaydigan joyim deb o'yladi. Halbuki buning vaqtining tugab, bu vazifaning savol so'rog'ining bo'ladiganligini o'zidan chiqardi, yoki o'ylamadi, yoki e'tirof qilmadi. Bu insonlar qanday qilib, bu tipdagi insonlarning xarakteri nima desa, elish. Çünkü o vazifasi yo'q uningki. Vazifasi bor deb o'ylamaydi. U qurbonlik birman deb o'ylamaydi. Biradigan narsa yo'q, ular oladi. Ana o'ganda biradigan top va oladigan top bo'lib insonlar ikkiga bo'linadi. Ya'ni bir biliki hayotini bu hayot uchun beradi. Ya'ni o'zining vazifasi uchun beradi. Kishilarga manfaat yetkazadi, insonlarga xizmat qiladi, jamiyatga xizmat qiladi, millatiga xizmat qiladi, diniga xizmat qiladi, beradi. Yana bir turliki yashashni maqsad qilgan. Yani bu yerda butun hayotim mushu. Mushu hayotimda hammaga erishsam bo'ladi deb erishishni maqsad qilayotganlar. Bularni biz tunuydigan atalg'an atsak, ma birinchi top anbiyolar to'pi, payg'ambarlar to'pi. Ma yana birisi kuchliklar to'pi. Payg'ambarlar to'pi azaldan biradi, olmaydi. Kuchlik
Küçükler topu alıdı, bəmeydi. Küçükler gerçi insanlarını özgü boyusundura alışı mümkün, ama peygamberler kalplerini boyusundurdu. Peygamberler topu kişiler üçün yaşasa, küçükler topu kişilerini üçün yaşatqızıdı. Bu xil farq var yani. İnsanlar iki türlü bulunduğunda, bu xil şekilde. Şəksiz, bütün insanlar, bayatın tılğağan 7 milyarddan artıq insanlar iki toplumun bir gidevi. Ya peygamberlerinin əgəş küçüsünü bulup, hizmet qıvağın üçün sünüdüğən insanlar, bu dini üçün, milleti üçün, özünün cəmiyyət üçün töhfü quşu ağallıqlarını sünüdüğən insanlar. Bu bir top, ya ki olmasa ağası sünüdüğən, özünün çöntükü taşlısı sünüdüğü adamlar, bu insanlar küçüklerin əgəş küçüsü. İki xil top var da. Bu yerdə biz tərəfləvatqan qəhrəmanlıq. Bizning təkidləməkçi olduğumuz bizning peyğəmbərlərinin əgəş küçülərindən buluşumuz. Özümüzün həyatı bir iş əsasında quruluş kerak. Biz həyat üslubumuzni, yaşaş üslubumuzni bir iş, başqalar üçün xizmət qilish, başqalarının ehtiyacı üçün iş. Bunun əsasında quruşumuz kerak həyatımızı. Təbii ki, elişimiz mümkün, amma həyat prinsipimiz bir iş əsasında quruludur. Yuqurası cenimizni, addisi kiçikini melimizni, şunu birimiz. Amma alimiz, bəməyimiz bu peyğəmbərlər topu əməz. Alıdığan bəməydiğanlar. Bunlar küçüklər topu biz bayatın türgə ayrıған. Əmdi ayətinin axırda asman zemin bu amanetini ammedi, koktu ama insan aldı da bulup insan ne? Nehu kâne zelûmen cehûle edip bu xil şekilde süpetleydi. Yani insan zalim, özgüzü kırıd degen gep de, zelûm degeni özgüzü kılıdığan məxluq. Cehûl nadan davadıdı. Nadan davadıdı. Ama bu insanın normal hadisi için birilgen hüküm olması gerek. İnsanın şu amanetki qarata tutqan pozisiyası, qılğan işlerine qarab turib birilişi gerek. Amanetni öz haqqı bilen elib, öz haqqı bilen ada qılğan bolsa, vazifasini layaqətdə ada qılğan bolsa, bu insan zəlûmen cahula olmaydı. Ama tabii ki, dünyaya geldi, amanetni unutdu, özünün həvəsləri, dünya özünün hissiyatlarının keynidini yügerdi. Dünyanın bütün hayatım dep oyladı. Hayatım mişyədə başlandı, mişyədə tügeydi dep oyladı. Ondan keyin ki, vazifesi tügegenden keyin ki, aldan keladigan sual, sorak ne, hisabat ne oylamadı. Bu insan, zalum insan, özgüzü qılğan insan. Cahul özünün qandan məxluq ekanligini, nima vazifelik ekanligini, bu imkoniyatlarni o'ziga nima uchun berilganligini, dunyoda nima uchun bu qadar qimmatlik, hurmatlik bir jonliq sifatida, məxluq sifatida yashaganligini bilmaydigan nadan inson tabiiyki. Allah subhanahu va taolo hayotdagi bütün jonliqlar Allohning nisbatidan o'xshash. Fakat vazife asasında Allah'ın nazarında hürmetlik, hürmetsiz oldu. Başka məxluqlarını Allah yarattı. Paşa kadar nəslə, həmmisi. İnsanı Allah yarattı. İlla ki insan amanetle ağalıqçılan başka məxluqlarını insanı boysundurup, başka məxluqlarının hayatını başqaça, insanın hayatını başqaça, insan üçün xidmət qıladığan, insanın mənfəəti üçün həmmisi hazırlanğan bir şekilde oturğa çıktı Allah subhanahu taala dünyada. Bir misal alsak, mesela bir adamın bir neçe balları var. Bir karxancha bu o'zi. Ballarının birine kelib taraqqiy qilgan davlatdan birida qaysanlar o'qib, mesela doktorluqni yoki cho'ng unvonni olib kelsanglar, mening karxonamning yerimi shuningki, karxonamni shunga beraman degan bo'lsa, ballarning ichidan o'ziga ishonchi qila olgan yoki birisi, men boraman deb o'tirg'i chiqdi. Oturup kalan qarindoshlar qolib qoldi. Qalan qarindoshlar burun hayot yashaydi. Burun qanday hayot degan bo'lsa, shunday yashaydi. Ammo a qarindoshininki bundan keyingi hayoti men deb o'tirib chiqqan ajr bir balning hayoti
aşu dadisi istegan şekilde vazifasini ado qilib kelalish kelanmaslikka bog'landi. Bu şekilde düşünsek buldu insanlığın meselesini. O devletki berip dadam beni manda şekilde bilim elip kelişke evetti. Ben dadamның çokum benden talep qilgan vazifasini ado qilsam bo'lmaydi degan şekilde şu vazifasini ado qilib talep boyunca qaytib kelgan bo'lsa tamam, onun hayatı acayip başka qarindoshlardan aşkan yüksek bir hayatga erişdi. Çünkü bütün korxona onun oldu hesapta. Biz ağam misal şu. Eğer eksici olgan vaqtida o uyagıvadı, oyun tamaşa qilib birildi, okumadi, bilim alanmay keldi. Bu ilgiriki hayatına erişemeydi bu. Onun bilan birga o'qishga bormagan, hali qilib qolgan qarindoshlar chillikmi hayotga erishmaydi bu. Mana bu insonning qiyomat kunisi hayvonlarning savol so'roqlari tugagandan keyin tuproqqa aylanganini ko'rgan vaqtida ya laytani kuntu turaba. Kashki men shu hayvonlarga o'xshash tuproq bo'lib ketsam-chu deb o'zining hayvon bo'lishini umid qiladigan, tuproq bo'lib ketishini umid qiladigan ahvolining tasviri bu yani. Hayvanchilik qadr qimmatimiz olmaydi u vaqtida. Hayvanlar Allah yaratılgan, Allah yaratgan şekilde dünyaya geldi. Her bir canlılık özünün vazifesini ado qildi, ketdi. Bu kadar yani. Ama insan ulardan yuqori imtiyoz berildi. Xuddi hayotga qarindoshlarga o'xshash. O devletga huquqini bormaganlar o'zining normal hayotini burun qanday yashagan bo'lsin, keyin shunda yashaydi. Ammo bu bir qarindosh aşağıya berib o'zining vazifasini ado qila oldi. Bo'ldi, qarindoshlaridan xilila yüksek, yuqori saviyadagi bir turmush qurishdan bu. Neticini kurdu o. Çünkü vazifasini ado qilmasa qarindoshlarchilikmi hali qolmaydi uning ahvoli. Shuda u yerga. Xuddi inson dunyoda hamma hajalliqlar bilan birga kelib, hamma jalliqlar o'z vazifasini ado qilib, insonga berilgan imkoniyatlar o'z vazifasini ado qilmasa, qiyomat kunisi mushu eshakchek, qo'ychek, itchek, qilichak olib kelsam-chu, tuproqqa aylanib kelsam-chu, inson bo'lmasa deydigan arzuni qilishning sababi bu dunyodagi o'ziga berilgan shu vazifani ado qilolmaganlikninki ko'rinishi, ifodasi. Shu yusidan inson o'ziga o'zi qiladigan maxluq, oyatning oxiridagi zaluman jahula va o'zining vazifasini o'qimaydigan bir maxluq. Agar o'qigan bo'lsa, o'ziga o'zi qilmasa, o'zining qaysi holatda ekanligini bilish kerak. Maktabda o'qigan o'quvchilarimiz obdan tushunadi buni. Imtihon vaqtida kimning ruhiy kayfiyati normal, kim normal burungdek yashay oladi? Unda emas, imtihon vaqtida, imtihonga bir oy qala qolmasda tayyorliqqa tushadigan gap, jiddiychilik. Hech kim bilan kurashmaydi, o'yin tomosha yo'q. Ta imtihon tugab, yaxshi natija olganligini bir ishonch qilganga qadar uzluksiz turishdi. Hayot bu şekilde asli. Bizning qisqagan hayotimiz bu şekilde o'tishi kerak asli. Yani o'zimizning gibiga qaytsak, biz bugun omonat, yani ishonch haqida ketyapmiz. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Sura Nisaning 58-oyatida "İnnalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah subhanahu wa ta'ala amanetlerini öz ehliga qaytirishinglarga buyuruydu dedi. Buyruq. Yani dinning asosiy prinsiplaridan birisi. Bu yerda amanat deb ko'plik shaklda keldi ma iborat. Arabchani bildiganlar biladi buni. Amanat oyatning ifodalagan shakli amanat emas, amanatlar. Chunki insonning tug'an taqdirqining hammasi amanat. Uydagi ayoli amanat. Onunğa Rabbini tunutdimi? Rabbiga itoat qilishga yordam berdimi ayoliga? Ayolining yurishtirishini tuzdimi? Ayoliga nasihat qildimi? Ayolining haqqini ado qildimi? Ayolining o'zining haqqini ado qilishni güzel shaklda ayolidan talab qila oladimi? Ayol amonat, bolla amonat. Ballarini güzel shaklda tarbiyaladimi? Parvardigorini tunutdimi? Yoki ularning hayotdagi o'qish natijasi, yoki tijoratdagi ufqi mushunlar o'yladimi endi? Yoki zayo qilyaptimi ballarni? Bir hadisda Payg'ambar alayhisalom insonning o'z mas'uliyatidagi, o'z omonatidagi kishilarni zayo qilish yetarlik jinoyat deb hadisda ko'rsatilgan. Bir odamningki ballarining tamoqini berib, kiyimini berib, dunyo ishlarini adab qilib berib, ammo ularning ruhiy dunyosini, iymoniy dunyosini yo'qotib qo'yishi, zayo qilib qo'yishi texmi ig'ir jinoyat.
Normalda ballarımızın dünyada zayi olib ketişinin özü bir bizga yeterlilik jinoyat bo'lib qolsa, ularning ma'naviyatining imoniy dunyosining, islom dunyosining ularning ruhiyatidagi buni zayi qilish texmi ig'ir jinoyat. Buning hammasi bir omonat. Ya'ni inson o'zining ahlidan so'riladi. Ayol kishi bir omonat, ballar omonat bayatın degandek. Bir sinfning o'qituvchisiga nisbatan shu sinfdagi o'quvchilar omonat gadinda vallahi güzel şekilde sağlam terbiyelemedimi mesela ular hazırlaşka tegishlik iqtidorlarini hazırlaşka yordam bermedimi imtihonni joyida oldimi olmadimi imtihon qog'ozini aqallisi tekshirmedimi mesela xatoliklarini ko'rsatdimi hammasi omonat. İnsan bundan qutlanmaydi. Çünkü insan o. Doktorga nisbatan kasal omonat. Doktor kasalga kuyunib kesilini davolash uchun uningga dori yozdimi yoki o'ziga choy pulisi chiqarish uchun o'zi bilan kelishib olgan ma'lum dorixonalarga dori yozdimi. Bir injenerga nisbatan salayotgan imoratlar omonat. Buni kim shu imoratda turg'uvchilarning hayotiga kapolatlik qilgudek darajada saqlam soldimi? Yoki olgan to'ttal parining keyniga kirib, buningda ko'z yumib, binoning saqlam bitishiga xiyonat qildim. Bu bir omonat. Bir oshxonaning xo'jayiniga nisbatan xaridorlarning gelining pokizligi omonat. Biz bir oshxonaga tamoqqa kirgan vaqtimizda şu oshxonaning xo'jayiniga bizning gelimizni omonat qilib turib kiramiz. Bu cho'qim pokiz go'sht ishlatadi, pokiz may ishlatadi. Bizniki halol yemeklik yeyishimizga kapolatlik qiladi deb turib kirdi oshxonaga. Endi shularni qila oladimi, qilolmadimi? Bu bir omonat. Payg'ambar alayhisalom omonatni bu qadar cho'ng shaklda tasvirlashi. La dina liman la amanata lahu deb. Amanet yok, işenç yok. Kişilerini onun işenci qağayedin çıqanmağan. Mesela kişiler onun işenci qı bazı işlerini tapşursa, özünü tapşursa, ballarını tapşursa, kesel özünü tapşursa, ona sahip çıqanmağa demdi. Din yok dedi Resulullah. Mağdan iğri yapma. Din yok lan dedi ona. Çünkü amanet, bayatın sözlüğümüzdeki insanın yukarısı dünyadaki vazifini, dini, muşu yolun vazifesini üstüge ağandın başka, aşağı başlasa, kichik iyi bir yerligicha hammasi omonat. İnsanning tug'an taqi turqining hammasi omonat. Amaliyotda bu omonatning bu qadar büyütüş omonatni, bu qadar yo'g'inotitish bizni salaliq nima qilib qo'yishi mumkin, bir bu besim keltirib qo'yishi mumkin. Amaliyotda besim kelmaydi. Chunki bu shariat, bu omonat qilgan ishlarning hammasi insonning sog'lom tabiatining taqozosi. İnsan şu sağlam tabiat boyunca mangan vaqtida, omonatga sahip chiqib mangan vaqtida rahatlanadi, huzurlanadi. Atrofimizga qarab baqsak, masalan, tamaki chekayotgan bir odam deyli yoki xato ishlardan birini qilayotgan odam deyli, o'zi qilayotgan xatolikning bolalarining qilishni yaxshi ko'rmaydi. Bu nimaning ifodasi desa, shu qilayotgan ishi uning tabiati bilan zid, lekin qilyotdi. Tabiati bilan zid bo'lg'achqa ballarını qilishni yaxshi ko'rmaydi. Bir odam yomon ishdan birini qildi. Tabii qilaversa ko'nab qilib boshqa bir ta'sir olmas mumkin, ammo normalda yomon ishni qilgan odam rahatsizlanadi. Ammo bir odam go'zal ishdan birini qildi, yaxshi ishdan birini qildi, u huzurlanadi bir xil. Nimishqa inson tabiati shu. Qur'on shuni bizni nima deydi desanglar, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Va din bo'yicha maqdaydi Qur'on. Depolib fitratallohi allati fatara an-nas alayha. Bu din, bu yol asli insanın tabiati. Allah insanı şu xil şekilde yaratgan. Bu yolda mansa, bu xil amanetdarlıkla mansa, insan öz tabiatiyle mangan oldu, huzurlanadi özden. Özün yaxshi qilganligini biladi bu. Ama aksi olgan vaqtida insan gerçi aldanib qolgan bo'lsin shu gunohga yoki o'zi bilib qilayotgan bo'lsin, hech tabiatining bir yerlariga zid keladi bu. Şunlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala Surah Hujuratning 7-oyatida habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal isyan. Çünkü bizning tabiatimiz bu yo'l. Iymon bizning tabiatimiz.
Biz onu yaxşı görürüz. Allah bunu yaxşı gözetken bizge. O küfre, pasıklık, cinayet bu işler tabii bizge yaman görülüdü işler. Yani biz şu şekilde kılalısak, hayatımızın şu rengi ekilelesek, yani tabiatimiz asli şu boyunca yaratılgan ve biz tabiatimizin takazzası boyunca tabiatimizge mas şekilde kıvatkan taşkı işlerimizde, körünüşlerimizde şu yolga kirelesek, bizning içimiz, teşimiz bir renge girgen buludu. Bizning içimiz ve teşimiz bir renge. Allah subhanahu ve ta'ala bunu Sure Bakara'nın 138. ayette Sıbgatallahi ve men ahsanu minallahi sıbga. Allah'ın insanı renk verişi, şekilge ekilece ifadeligen bunu. Biz şu haletke vakti en güzel haletimiz bu hayattaki, en huzurlu haletimiz bu. Teşimiz ve içimiz bir halette. Bizning yaratılma tabiatimiz şunu talep kıldı. Biz şu boyunca iş kıldık. Bir halet kelgen bolduq. Onda ama vaqtda bizim tabiatimiz başqa, qilayotganimiz başqa, bir xil ziddiyet bizning vücudumuzda o'rin oladi. To'qinish o'rin oladi. Yani biz xushal, baxtli şekilde yaşayamayız bu dünyada. Endi bu amanet, biz bayatın kısa şekilde amanetin türlerini dep öttük. Real hayatımızda biz küzümüzden kögen, kulukumuzdan anlagan nurgun amanetdarlıkның ki, güzel ahlaklarının ki, insanın hayatına gösterken icabi tesiri. Maddi tarafından başka, manevi tarafından başka, maddi ve icabi tarafları nurgun güzel misallar. Etrafımızda belki hemen Allah bu ne? Etrafımızda 101'de her tarafta da 101'de mesela. İnsan her güz amanetdarlık kılıp, başkalarının işence kılga yerden çıkıp, işence tuygusunu bizden tatkan emez. Amanetsizlik kılıp, başkalarına işencesizlik kılıp, pay tapkan emez. Mesela bir hikaye anladım ve ameli boğan bir vakalik. Bir taksi şoförü, köpünce ahvallar bulunduğu bunda ahvallar. Taksi şoförü özünün maşininin keyin orunduğu bir halta kögen. Bu ahlet halsı deb oylagan dastlabda, chunki taksiga chiqqanlar ashta bir ahlatlarni qo'rqib chiqdi ahvollar. Lekin qarab, g'oyat zo'r hajmdagi bir mablag' hamda 20-30 million keladigan-da amaliy bo'lgan voqea. Bu pulni elib 4 kun izdigan endi, ya'ni pulning egisini. Ahirda tapqan pulning egisi buningga rahmat, tashakkurini bildirib, bu bir taksichi güzel isil maşinin birini bunun soğuk qilgan. Qolgan pullarni aketgan mesela. Demek bu adam o'zining qilgan ihsoniga erishdi, halol yo'lda erishdi. Masalan, bunda misallar intayin ko'p. Mesela bir vaqalik o'qib qoldim. Bir yerda Washingtonda bo'lgan ahvol ekan, yani bir musulmon şoför, taksi şoförüden birisi o'zining mashinasida qilib qolgan $10,000 pulni saqchiga ma'lum qilib yetkazib berganda $10,000 atrofida undan jiqmon shunaroq pul ekan to'q. Saqchi unda poliyali ko'p bo'ldi emasmi? To'liq o'tirining o'quvchilarini, bir nechta to'liq o'tir maktabning o'quvchilarini yig'ib shu vaqtida şu o'quvchilardan tek her birisinden bir fikr olgandek bir savol so'rgan. Eğer siz $10,000 silingan bir haltın birini tepasınız, qanday qilasiz? Tabiilan ko'p sondagilarning ki onun bildigan inkası xayl etme. Ama şu vaqtida saqchi shuni e'lon qilganki shularga ma'u musulmon şoför ma $10,000 tepilib asliga egisiga qana qildi. Ama bu asli islomning bizga bergan bu ta'limotlarini agar hayotimizga tatbiqlasak acayip güzel manzillar o'tirg'i chiqadi. Acayip güzel ko'rinishlar o'tirg'i chiqadi. Memlekette insan musulmon birovlarni da'vat qilaman deb onda so'zlab ketishning hojati yo'q aslida. Unchalar kitob yozib ketishning hojati yo'q. Musulmon bulapmi islom jamiyatida emas, g'ayri islom jamiyatida yashayotgan
İslamga ikkilinish ko'zi bilan yoki o'chmanlik ko'zi bilan yashayotgan, ko'zlarning qashida yashayotgan inson bo'lib qolgan vaqtida o'zi sog'lom musulmon bo'lib qolsa, islomning axloqi bilan u agar o'zi zinatniyalsa, ajoyib katta bir da'vat o'qirdi. Bugungi kunda ko'ryapmiz hamda. Mayli Yevropa ellarida yashayotgan musulmonlar bo'lsin yoki bizga o'xshash Istanbulga o'xshash yerda yashayotgan boshqa millatning oldida taxi baho qo'yilmagan bir millat o'rtasida yashayotganlar bo'lsin. Biz qilgan har bir ish shaxsan gunoh hisoblanib atilmaydi bizga. Masalan, Yevropada bo'lsin, Mishada bo'lsin, bir odam axloqsiz masaladan birisini o'tirg'i chiqarsa, bir passiv pozitsiyadan birisi o'tirg'i chiqib qolgan vaqtida o'ttul barmoqning uchi biz tava bo'lgan dinga, biz tava bo'lgan millatga qaratildi. Mana musulmon manda qildi. Ko'ryapmiz bugungi kundagi medialarda. Qachon bir odam bir vaqa, birovni o'ldirish yoki birovni aldash, birovni qo'yib ketish, masalan, ish qilib axloqqa zid ishlardan birisi yuz bersa, musulmon, terrorchi. Masalan, bugungi kunda biz yashayotgan rayonlarda pukuni millat, paloniyalik masalan bunda ish qildi. Ya'ni biz qilgan axloqsizlik shaxsimizga emas, bizning dinimizga, millatimizga udul qaratilyapti. Ama özümüzün İslam cemiyetinde yaşayan bolsak, özümüzün yurtda yaşasak, Ahmet Mehmet'le kılgan işinin hemmesi şu Ahmet Mehmet'e tava olurdu. Bu noktadan ben sizlerge şunu deyim ki, sizlerin bir güzel ahlakını oturgu çıkarganlıkına bütün kişilerini davet kılganlıkına olurdu. Sizlerin bir ahlaksızlık ne? Axloqqa zid ishlardan birini o'tirg'i chiqarganliginglar, bir jinoyat ishlaganliginglar, bir xatolik o'tkazganliginglar atrofdagi dinsizlar yoki dinga o'zi bek kirmaydigan, o'zi musulmon bo'lsa, masalan biz yashayotgan jamiyatga o'xshash, ammo o'zining fosiqlik bilan yashayotgan insonlarning o'zining hayotiga qanoat qilishiga yordam bergan bo'lasizlar. Mana emasmi? Ular shu videoni ben Müslüman deyip durup qarasa, o'zining ahvoli boshqacha. Musulmonning ahvoli boshqacha. O'ylanadi. Sizlardan güzel ahlaklar chiqib turaversa, balkim ta'sir qilishi mumkin. Amaliyotda tarixda musulmonlar so'z bilan emas, amaliyat bilan nurg'un ishlarni ko'rsatgan, nurg'un davlatlar shu xil shaklda musulmon bo'lgan misollar intayin ko'p. Ammo shunday vaqtda sizlarning shunday nachar ishdan birini ko'rdimmi, shu aman o'zining ahvolidan huzurunda. Buni ahvoli bu bo'lamanki. Vay biz taqvodor, vay muhofizkor, vay biz degan dindor da'vat qilgan ahvoli bu. Tab o'zining ahvolidan o'zi qanoat qiladigan bir holat. Mana bu misha kelgan vaqtda biz ashularning dinga kirmasligiga sabab bo'lgan bo'lamiz. Din taqvodor yo'li, taqvo yo'liga kirishdan to'sqan bo'lamiz. Qur'ondagi Alloh bizga o'rgatgan bir duoning aksi buncha chiqqan bo'lamizki, Robbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru. Biz o'sha insonlarning dinga kelmasligiga fitna bo'lgan bo'lamiz. O'zimizni musulmon deb yashab, jannatni istab yashab, boshqalarning dinga kirishininki oldini olgan bo'lamiz. Alloh bizni bundan qana qilsin, saqlasin. Yani biz hadisda kelgandek bir dinning chegarasida yashayotgan odamlarmiz. Hamilan dinning chegarasi deganimiz atrofimizda nurg'un ya dinsizlar bor yoki dinga boshqacha qarashda, ya'ni o'zi musulmondan tug'ilgan odamlar bo'lsa-mu, lekin dinga haqiqiy kirmagan insonlar bor. Bularning ko'zi davomli bizda bizning bu chegarani kengaytirishimiz yoki tariximiz bizning islomiy axloqli bo'lish, amaliyatimizda shuni o'tirg'a olib chiqish shunga munosabatlik. Alloh hammalarni bu omonatni, yuqorisi din omonatidan eng kichigi oddiy iqtisodiy omonatlargachilik, go'zal sahib chiqqani nisb qilsin. İslami güzel ahlaklarını bizim vücudumuzga singdirsin. Ve ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin.